Assalomu alaykum. Men Cho'rshanbiyeva Zilola, media savodxonlik va axborot madaniyati fanidan mustaqil ta'lim uchun videoroligim. Mavzumiz tilni o'rganishda ishlatiladigan dasturiy vositalar. Bu mavzu yuzasidan biz 4 qismdan iborat reja tuzib chiqqanmiz. Birinchi rejamiz asosiy til o'rganish platformalari va ilovalari, zamonaviy texnologiya asosidagi tilni o'rganish vositalari, maxsus til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun dasturiy samarali til o'rganish strategiyasini yaratish. Biz birinchi rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi rejamizning ommabop til o'rganish platformalari va ilovalari. Bularga biz birinchisi Duolingo degan platformani olib, uning afzalligi va kamchiliklarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Duolingoning afzallik tomonlari interaktiv mashqlar, gamifikatsiya, ko'p tillar mavjud bo'lib, kamchiliklari esa grammatikani chuqur o'rganish uchun yetarli emas. Ya'ni bizda hayotimiz davomida kerak bo'ladigan ma'lumotlarni chuqur o'rgatib bera olmaydi. Mos keladi, boshlovchilar uchun ideal. Ikkinchisi Babbel afzalliklari, dialogga asoslangan darslar, amaliy holatlar uchun. Kamchiliklariga keladigan bo'lsak, ayrim tillar uchun kontent cheklangan. Mos keladi boshlovchilar va o'rta darajadagilar uchun. Ikkinchi qismga o'tadigan bo'lsak, davomi Rosetta Stone afzalliklari immersion usulida o'rgatadi, talaffuzni yaxshilaydi. Kamchiliklari narxi balandroq, ya'ni bu pullik ilova hisoblanib, ba'zilar uchun sekin bo'lishi mumkin. Mos keladi tovush va talaffuzni o'rganishni xohlovchilar uchun. To'rtinchi ilovaga kelsak, Bisu kamchiliklari native speakerlar bilan mashq qilish, yozma topshiriqlar. Kamchiliklariga kelgan bo'lsak esa bepul versiyasi cheklangan, ya'ni ma'lum bir muddatga cheklangan, ya'ni balkim 1 oygadir qilib cheklangan bo'ladi. Mos keladi tilni amaliy o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Beshinchisi Memrise afzalliklari, eslab qolish texnikalari, video materiallar. Kamchiliklariga keladigan bo'lsak, grammatikani unchalik chuqur emas, mos keladi so'z boyligini oshirmoqchi bo'lganlar uchun. Endi esa biz buni barchasini ingliz tilini o'rganish misolida qaysilari va qay holatda qo'llanilishini ko'rib chiqqanmiz. Ingliz tilini o'rganish juda foydali va kerakli mahorat. Endi sizga ingliz tilini o'rganishga mos kelib bo'lgan ilovalarni mashqingizga qarab ajratib beradi. Boshlovchilar va o'rta darajadagilar uchun eng zo'r ilovalarni sanab o'tadigan bo'lsak, Duolingo ilovasi o'yin tarzida o'rganasiz. Kundalik mashqlar, iboralar, tarjimalar, juda mashhur va bepul versiyalar ham yetarlicha foydalaniladi. Har kuni 10-15 daqiqa o'rganish odatini shakllantiradi. Bisu ikkinchisi, ya'ni biz ingliz tilini o'rganishda ikkinchi ilovadan foydalanishning afzallik tomonlari. So'zlashuvlar, real hayotiy mavzular, native speakerlar yozgan narsalaringizni tuzatib berishadi. Ya'ni siz yozib bergan narsalaringizni ular avtomatik tarzda sizga tuzatib beradi, xatolaringizni ko'rsatib beradi. Boshida bepul, lekin premium versiyasi ko'proq imkoniyat beradi. BBC Learning English uchinchisi, juda sifatli bepul darslar, grammatika, talaffuz va video darslar. O'rtacha darajadan boshlab yaxshi foydaliroq bo'ladi. Listening va speaking rivojlantirish uchun juda foydali. To'rtinchisi Hello Talk Tandem. Ingliz tilida so'zlashadigan odamlar bilan real yozishmalar va audio qo'ng'iroqlarni shakllantirib beradi. Ya'ni bu tomonda men shug'ullanayotgan bo'lsak, qaysidir bir davlatda ingliz tilini o'rganayotgan yoki O'zbekistonda qaysi bir joyda o'rganayotgan inson bilan bizga yozishmalar, ya'ni Telegram yoki chatlar orqali yozishmalar, undan so'ng esa audio qo'ng'iroqlarni amalga oshirib beradi. Siz ularga o'zbek yoki rus tilini o'rgatasiz, ular sizga ingliz tilini o'rgatadi. Juda foydali Learning Exchange uchun. Beshinchisi Grammarly Keyboard, Grammarly Accession. Ingliz tilida yozishganingizda xatolarni tuzatadi va yaxshiroq variantlarni taklif qiladi. Writing yozishni mashq qilishni xohlaganlar uchun ideal hisoblanadi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni ikkinchi rejamiz zamonaviy texnologiyaga asoslangan til o'rganish vositalari, mobil ilovalar.
al va gamifikatsiyaga asoslangan. Zamonaviy mobil ilovalar o'yin, sun'iy intellekt, AI va real vaqtda muloqot imkoniyatlari orqali til o'rganishni oson va qiziqarli qiladi. Misol uchun ilovalarni, birinchi ilovalarni ko'rib chiqasiz. Duolingo o'yin tarzida grammatika, lug'at va talaffuz mashqlari. Babbel, Bisu real suhbatlar asosida kontekstual o'rganish. Membrace AIL asosida so'z yodlash, tabiiy nutq videolari bilan. Ikkinchisi AIL sun'iy intellekt yordamida til o'rganish. AI texnologiyalar til o'rganish jarayonini shakllantirish, xatolarni aniqlash va tavsiyalar berish imkonini beradi. Grammarly, ChatGPT, Elspeak, ya'ni sun'iy intellekt vositalari hisoblanadi. Virtual reallik VR va kengaytirilgan reallik AR hisoblanadi. Bu texnologiyalar til o'rganishni immersiv, ya'ni to'liq muhitda olib borishga imkon yaratadi. Bunga misollar Mondly VR, Google Translate AR hisoblanadi. Texnologiya orqali rivojlanadigan ko'nikma so'z boyligini rivojlantirish uchun Memrise, Quizlet, Anki, talaffuz uchun Elspeak, Mondly VR, YouTube kanallari, grammatika uchun Duolingo, Grammarly, BBC English, yozish writing uchun Grammarly, ChatGPT, eshitish listening uchun BBC, YouTube va boshqalar, gapirish speaking uchun HelloTalk, Tandem, Elspeak hisoblanadi. Bundan keyingisi esa maxsus til ko'nikmalari deganda nimani tushunasiz? Bu asosiy til ko'nikmalarini anglatadi. Ya'ni ko'nikma rivojlantirish yo'lini o'rgatish uchun ko'nikma eshitishning asosiy vazifasi audio va videolar orqali amalga oshiriladi. O'qish, matn va maqola, yozish, matn yozish, tekshirish, gapirish, dialog, talaffuz va mashqlar, dasturlar bo'yicha tavsiyalar va ular qanday yordam beradi. Eshitish uchun dastur ya'ni tavsifiga kerakli BBC Learning English real ingliz yangiliklarni podkastlar, video darslar orqali o'rgatadi. VOA Learning English sekin va ravon ingliz tili darslari beginner intermediate darajada. TED Talks plus subtitles akademik va kundalik ingliz tilini o'rganish va tushunishni o'rgatadi. Bundan keyingisi yozish uchun dasturlar. Grammarly matnni avtomatik tekshiradi, ChatGPT matn yozishga yordam beradi, fikrni kuzatadi. LangCorrect native speakerlar sizga yozgan ma'lumotlarni tuzatib beradi. Keyingisi speaking gapirish uchun dasturlar, tepadagi yozish uchun dasturlar, bu gapirish uchun dasturlarga keladigan bo'lsak, Elspeak AI yordamida talaffuzni tekshiradi, yaxshilaydi. Tandem, HelloTalk real odamlar bilan ovozli muloqot yozishmalar, Mondly gapirishga asoslangan VR virtual darslar. Keyin zamonaviy dunyoga ingliz tilini o'rganish faqat darslik va grammatik qoidalar bilan cheklanmaydi. Endi til o'rganish uchun texnologiyalarga asoslangan turli xil dasturlar mavjud bo'lib, ular orqali 4 asosiy til ko'nikmasini tinglab, tushunish, listening, o'qish, reading, yozish, writing va gapirish, speakingni rivojlantirish mumkin. Samarali til o'rganish strategiyasini yaratib ko'ramiz. Til o'rganish bu nafaqat til ilovasini ishlatish yoki darslik o'qish, balki individual yondashuv va aniq strategiyaga ega bo'lishini talab qiladigan jarayondir. Quyidagi qadamlar orqali siz shaxsiy va samarali til o'rganish strategiyasini tuzishingiz mumkin. Birinchisi, maqsadni aniqlaymiz. Til o'rganishdagi nega biz bu tilni o'rganishimiz kerak degan savolga javob izlaymiz. Tilni o'rganish sababi aniq bo'lmagan motivatsiyani pasaytadi. Ya'ni biz tilni o'rganishda qandaydir bir maqsad, masalan, shu davlatga borish uchun o'rganish yoki biron bir sertifikat yoki biron bir daraja uchun harakat qilsak, o'shanda bizning motivatsiyamiz oshadi. Savollar berib o'zingizni aniqlik kiriting. Men ingliz tilini nima uchun o'rganmoqchiman? Ish, safar, o'qish, IELTS uchun qaysi darajaga chiqmoqchiman? 0 IELTS darajalarini nechanchi oy natijaga chiqishni xohlayman. Misol 6 oy ichida ingliz tilida intervyu berish darajasiga yetaman. Ikkinchisi, o'z darajangizni baholang. Start nuqtasini aniqlash, ya'ni qachon boshlanish. Strategiyaning boshlanishidan oldin qayerda ekanligingizni bilishingiz muhim. Onlayn testlar orqali baholang.
Safer test A1 va A1 va C2 Cambridge Placement Test IELTS yoki TOEFL uchun diagnostik testlar. 3-si SMART maqsadlar bo'yicha aniq o'lchanadigan muddatli harakat rejasi. SMART uslubida yozing. Speculative har kuni 10 ta so'z yodlayman. Measurable bir oyda 300 ta yangi so'z. Achievable kuniga 30 daqiqa o'rganish. Relevant IELTS speaking uchun so'zlar. Time bound 3 oy ichida B1 darajaga chiqish. Keyingisiga keladigan bo'lsak, 4-simiz ko'p kanallilik usuli. Bitta emas, bir necha usulga uyg'unlashish. Multimodal o'rganish, audio, podkast eshitish, matn, maqola yozish, kundalik essay, gapirish, vizual, videolar orqali o'rganish. 5-si tizimli o'rganish rejasi tuzish, kundalik, haftalik, oylik, misol haftalik jadvallar tuzish. Ya'ni kun dushanba listening 30 daqiqa, BBC podkast eshitaman va yozaman va izohlayman. Seshanba kuni speaking 20 daqiqa, shadowing, tandem, chorshanba vocabulary 25 daqiqa, quizlet va misollar uchun. Payshanba reading 30 daqiqa, nefsinlevels.com. Juma writing 30 daqiqa, ChatGPT Grammarly yordamida erkin suhbat. Shanba kuni 20 daqiqa Hello Talkda, shanba kuni takrorlash, baholash 40 daqiqa anti testda. 6-si doimiy o'z-o'zingizni baholang va moslashuv. Har hafta o'zingizga quyidagilarni so'rang. Qaysi mashq samaraliroq bo'ldi? Nimalarni o'rganishga ko'proq vaqt ketmoqda? Strategiyani o'zgartirish kerakmi? Bu yondashuv sizni avtopilot rejimida o'qitmasdan ongli o'rganuvchiga aylantiradi. Endi biz bundan xulosa qiladigan bo'lsak, samarali til o'rganish strategiyasi maqsadga yo'naltirilgan, o'lchanadigan, individual ehtiyojlarga moslashuvchan bo'lishi kerak. Til o'rganish bu marafon, sprint emas. Strategiyangizni sodiq qoling va muntazam mashq qiling. Natijalaringizni o'zini ko'rsatadi. Shu bilan xulosamiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.